Mana bu vatan xoini menga video обращение chiqaribdi. Sanlar vatan xoini aslida endi menmi? Sanlar xalq xoini emassanlarmi? Bu vatan gado haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Tegi Samarqandlik ismi Mirza. Bu O'zbekistondan chiqib ketgan, boshqa davlat fuqaroligini olgan. А наши доблестные вооруженные силы. Bu Ukrainalarga urushlarga qatnashib yuradigan bitta haromi bu. Bu haromini efiriga kirib aldanib qolmaylar. Bu iflos efir ochib, ichib, odamlarning ongini, fikrini zaharlab o'tiradi O'zbekistonni yomonlar. Bu vatan gado. Bu deydan bir de Farg'onadan da o'tkazgatda o'zlari lattalar tarafdan da bu. O haromi, men vatanim uchun jonimni beraman. Sen itvachcha non tuz bergan, o'qitgan, seni katta qilgan davlatingdan chiqib ketib, chetga borib bekinib, davlatingni yomonlab o'tiradigan bitta haromi vatan gadosan. Gapirma bizani davlatimiz, vatanimiz haqida. Oilangni, bola chaqangni tashlab qochib chiqib ketgan, ularni oldiga kela olmaydigan vatan gadosan. Tilingni uchiga olmagan bizani davlatimiz, vatanimiz haqida. Tushundingmi haromi?